Xalqaro savdo. Xalqaro savdo nazariyalari xalqaro savdoni tushuntirib beradigan, ya'ni mamlakatlar savdosidagi ulushini, uning yutug'ini, kamchiliklarini ifodalab beradigan nazariy qism bo'ladi va har qanday xalqaro savdoga oid fanlarni yoki xalqaro savdo fanlarini yaratishda va ularni tatbiq qilishda eng avvalo xalqaro savdo nazariyalarini o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shu ma'noda xalqaro savdo nazariyalari jahon savdosini shakllanish mexanizmlariga asosiy ta'sir qiluvchi ko'rsatkich bo'lib, uning umumiy skeletini shakllantirishda o'quvchiga juda katta beqiyos yordamlarni ifodalab beradi. Xalqaro savdoni 15-asrgacha va 15-asrdan keyingi xalqaro savdoga bo'lib olishimiz mumkin bo'ladi. Va 15-asrgacha xalqaro savdo asosan Ipak yo'llari, shoh yo'llari, dengiz yo'llari va shunga o'xshagan tizimlar orqali amalga oshadi va juda ko'p mintaqalardagi xalqaro savdo asosan lokal tizimda amalga oshgan. Va 15-asrdan keyingi buyuk geografik kashfiyotlar, fan texnika taraqqiyoti, Yevropadagi uyg'onish davrini boshlanishi va umuman ilm fanga bo'lgan munosabat, iqtisodiy ta'limotlar tarixining rivojlanishi va iqtisodchilarning paydo bo'lishi bilan bog'liq jarayonlar bilan xalqaro savdo nazariyalari ham shakllanib bordi va 15-asrdan keyin har bir maktab o'zining nazariyasini ifodalashda ma'lum bir yutuq va kamchiliklarga ega bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xalqaro savdoning eng birinchi nazariyasi bu merkantilizm iqtisodiy nazariyasi hisoblanadi. Ya'ni merkantilizm italyancha so'zdan olingan bo'lib, bu boylik, savdo ma'nolarini bildiradi. Umuman rus ifodalarida ayollarga nisbatan merkantilnaya jenshina, ya'ni merkantil ayol tushunchasini ishlatishadi. Xalq orasida bu o'sha boylikka o'chlik, savdoga o'chlik bilan xarakterlanadigan ayollarga nisbatan aytishadi va bu asosan italyancha so'zdan olingan va boylik, savdo ma'nosini anglatadi. Ya'ni ta'limotning asosiy maqsadi har qanday mamlakat boy bo'lishi uchun, har qanday inson boy bo'lishi uchun savdo qilish kerak va boylikning asosi savdoda deb bilishadi. Va bu jarayon G'arbiy Yevropaga tarqalishni boshlaydi va asosiy ikki qism bor edi. Ya'ni ilk merkantilizm va ikkinchi qismi rivojlangan merkantilizm. Ilk merkantilizmda taomillarga, an'anaga rioya qilgan holda, demak, boylikning asosi savdoda deb mamlakatlar hisoblashni boshladi. Bunda asosiy xususiyatlar kelib chiqdi. Nimalar edi bu? Birinchisi, mamlakatdagi oltin, kumush va shunga o'xshash qimmatbaho tangalar va buyumlar mamlakatdan chiqarilishi taqiqlandi va asosan eksportga yo'naltirilgan siyosatni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ldi. Ya'ni merkantilizm nazariyasi asoschilari doim eksport qilish kerak va eksport va import farqi, ya'ni saldo ularning qoldig'i doim eksport foydasiga ijobiy bo'lishi kerak degan motivatsiyada harakatlanishdi va asosan tashqi bozorni kirgizmaslik va aksincha tashqi bozorga mahsulot chiqarish bilan shug'ullanishni boshlaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va eng muhimi, qimmatbaho tovarlar va metallar mamlakatlardan chiqishi taqiqlangan edi. Va rivojlangan merkantilizmda yana ham boylik yig'ishga xarizma uyg'onganligini yoki xarislik paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni endi faqatgina eksport emas, balki mamlakatda saldoga asosiy minus qoldiq beradigan importni ham turli yo'llar bilan cheklash sharoitlari boshlanganligi va bu asosan tariflar va sekin-sekin asta notarif to'siqlar bilan xarakterlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta biz tarif deganda har qanday boj olinadigan chegaradagi munosabatni tushunadigan bo'lsak, notarif deganda bojsiz har qanday amalga oshiriladigan, ya'ni importga, tashqi bozorga to'siq bo'ladigan har qanday bojsiz amallarni tushunishimiz mumkin bo'lardi. Va mana shu paytda proteksionizm siyosati paydo bo'ldi. E'tibor bering, hozirgi zamonda ham rivojlanayotgan mamlakatlarda ham, hatto bizda ham proteksionizm alomatlari mavjud va merkantilizm o'sha ta'limotning alomatlari ushbu mamlakatlarda ham hozirgi zamonda ham mavjudligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Proteksionizm demak ma'nosi himoyalash. Ya'ni ma'lum bir mamlakat o'z ishlab chiqaruvchilarini tashqi bozordan himoyalash maqsadida tariflar yoki notarif to'siqlardan keng foydalanishadi va importni go'yoki optimallashtirishadi. Ya'ni import kamroq, eksport ko'proq va ijobiy saldoga ko'proq ulush yetkazish maqsadida jarayonlarni amalga oshirishga harakat qilishadi. Va bu yerda merkantilistik siyosatda import cheklanishi bu keyinchalik iste'molning xarid quvvatiga ta'sir ko'rsatganligi, mamlakatdan qimmatbaho metallarning chiqishini taqiqlanishi, o'sha qimmatbaho metallarning narxlarini tushib ketishiga, umuman nazariyadagi ba'zi bir narsalar ma'lum bo'ldi. Birinchisi, ya'ni nazariya aytardiki, boylikning asosi savdoda. Ikki mamlakat savdo qilgandagina boyligini orttirish mumkin. Lekin ma'lum bo'ldiki, ikkita mamlakat savdo qilganda noekvivalent munosabat sodir bo'ladi va savdodagi bir mamlakatning yutug'i ikkinchi mamlakatning zarari hisobiga amalga oshishi va savdoda umuman olganda yangi boylikni yaratish qiyinligi, ya'ni yaratilmasligi ma'lum bo'lib qoldi. Lekin bu nazariya o'zining ishlab chiqarish omillariga aloqadorligi, milliy ishlab chiqaruvchilarni himoyalashi, proteksionistik jihatlari bilan hozirgi zamonga ham daxldor hisoblanadi. Va bu nazariyani xalqaro savdo nazariyalarini boshida o'rganish umuman savdo ilmi olamidagi urfga aylanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va 1776-yilda Adam Smith ismli olim o'zining Xalqlar boyligini tabiati degan mashhur risolasida asarida ilk bor bozor iqtisodiyoti tushunchalariga ta'rif berdi va merkantilistik savdo nazariyalarini o'rganib chiqqan holda unga o'z qarashlarini, gipotezalarini kiritishga muvaffaq bo'ldi. Va savdodagi ikkinchi o'rganadigan nazariya bu Adam Smithning mutlaq ustunlik nazariyasi hisoblanadi. Nazariyaning qisqacha ta'rifi nimalardan iborat edi? Ya'ni har bir mamlakat nima ishlab chiqarishda yoki xizmat ko'rsatishda o'zining tili, dini, tabiati, iqlimi, umuman xalqning taomillari nuqtai nazaridan ma'lum bir ustunlikka ega bo'ladi va mana shu ustunligini eksport qilishga harakat qilishi va o'zida yo'q bo'lgan narsani import qilishi talab etilar edi. Xususan, Lotin Amerika mamlakatlari kofega ixtisoslashganligi, Belgiya, Gollandiya qishloq xo'jaligiga, Yaponiya texnologiyalarga, aytaylik Ukraina shakarga, O'zbekistonni bir vaqtlar aytishardi paxtaga yoki meva-sabzavot majmuasini rivojlantirishga. Demak, mutlaq ustunligi mavjud, boshqa mamlakatlardan yaxshiroq bajaradi buni va bu mahsulotlarni eksport qilsin va o'zida mutlaq ustun bo'lmagan tovarlarni import qilish kerak degan xulosalarni beradi. Va Adam Smith shartlariga ko'ra, bu nazariya ishlashi uchun dunyoda ikkita mamlakat bor va ular savdo qilyapti degan shartli birliklarni anglash juda muhim bo'ladi va bu nazariya ham demak unchalik o'zini oqlamaganligini Yevropa mamlakatlari misolida ko'rdik. Chunki mutlaq ustunlik nazariyasi, ya'ni o'zida bo'lmagan narsani uzoq vaqt import qilishga harakat qilish, keyinchalik tashqi bozorga qaramlikni keltirib chiqarishi, mamlakatning ishlab chiqarish quvvatlarini zaiflashishiga olib kelishi kabi omillarni keltirib chiqardi. Lekin biz ikki mamlakatni savdodagi pozitsiyasini tushunib olishimiz uchungina bu nazariya kifoya qilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi olim bu David Ricardo hisoblanadi va u Adam Smithning nazariyasini davom ettiradi va o'zining nisbiy afzallik degan gipotezasini maydonga qo'yadi. Bu gipotezaning mohiyati shunda ediki, har bir mamlakatning faqatgina mutlaq ustunligi emas, balki nisbiy afzal tushunchalari mavjud. Ya'ni mamlakat eksport qilish uchun faqatgina mutlaq ustunlikdagi tovarlarini yoki xizmatlarini emas, balki nisbiy afzalroq bo'lgan, ya'ni kam xarajat talab qiladigan, ko'p resurs talab qilmaydigan va boshqa mamlakatlarga qaraganda arzonga tushadigan barcha mahsulotlarni eksport qilishi mumkin va bu talabdan tashqari mahsulotlarni import qilib olish kerak degan nazariyani ilgari suradi.
Ya'ni bilamizki, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarini bir qator kuchli kompaniyalarni, xususan Apple'ni, SpaceX'ni asosiy zavodlarini Xitoy va Tayvanda joylashganligini misol sifatida keltirishimiz mumkin. Ya'ni Xitoy va Tayvanda resurslarning arzonligi, ishchi kuchi arzonligi bu mamlakatga kapitalni joylashtirishga asos bo'la oladi va bu mamlakat mana shu narsani arzonga chiqarganligi uchun ham eksport bilan shug'ullanadi. Yoki O'zbekiston va Ukraina munosabatlarini aytadigan bo'lsak, demak O'zbekiston mutlaq ustunlik Adam Smith nazariyasiga ko'ra Ukrainaga paxta eksport qilishi yoki meva sabzavot eksport qilishi va shakarni import qilib olishi kerak edi. Lekin David Ricardo aytadiki, agar shakar O'zbekistonda arzonga tushsa, O'zbekiston ham shakar ishlab chiqarishi mumkin va uni eng optimal tarkibda ma'lum bir qismini Ukrainaga eksport qilishi va o'zida yo'q talabgir mahsulotni import qilishi mumkin deydi. Va Ukraina ham aksincha, agar paxta ma'lum bir maydonlarida katta miqdorda emas, ba'zi bir maydonlarda arzonga tushadigan bo'lsa, buni shakllantirishi mumkin. Ya'ni mahsulotning eksportga chiqarilishi mutlaq ustunlik bilan emas, balki kam xarajatlilik, tejamkorlik va shu asnoda nisbiy afzallik bilan yuz berishini ifodalab beradi. O'zbekistonda shakar zavodlarining tashkil qilinishi, tashqi bosimdan qutulishga harakat, xususan 96-2000-yillarning ba'zi bir mavsumlaridagi shakar taqchilliklari, masalan, ba'zi bir proteksionistik siyosatning unsurlarini ko'rsatib qo'yganligini, keyinchalik O'zbekiston ham shakar zavodini tashkil qilganligi, Xorazmda keyin Angrenga nisbatan shakarga bo'lgan tashqi bosimlarni qutulishga ma'lum bir yechimlar topilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, nisbiy afzallik bu kam xarajatlilik va tejamkorlikdan kelib chiqar ekan. Va bu nazariyadan keyin ishlab chiqarish omillari nazariyasi savdoning asosiy trendiga aylandi. Chunki bungacha bo'lgan savdo hajmini hisoblashda unga bo'lgan mehnat birliklari hisoblanadi. Keyinchalik umuman faqat mehnat emas, kapital ham ishlab chiqarishni bog'lab berishi, u ham tashqi savdoga ta'sir ko'rsatishi haqida nazariyalar paydo bo'ldi. Va bularning eng mashhur nazariyasi bu ikki olim, ya'ni Heckscher va Olinning ishlab chiqarish omillari nazariyasi edi. Buni qisqa ifodalaganda, Heckscher, Olin ikki olim dunyoda ikki xil tovar bor deb ifodalaydi. Birinchisi kapital sig'imkorligiga ega bo'lgan tovar, bu o'sha texnologiyalar, gadjetlar, umuman patentlarga asoslangan, kreativ iqtisodiyotga asoslangan tovarlar bo'lsa, ikkinchisi mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovarlar. Meva sabzavot, paxta, umuman insonning bevosita mehnati ketgan tovarlar hisoblanadi. Va ular aytadiki, mamlakatlar ham ikki xil deydi. Ya'ni birinchisi deydi, kapital sig'imkorligi ixtisoslashib ketgan mamlakatlar deydi, o'sha AQShni, Yaponiyani, keyinchalik Janubiy Koreya, keyingi misollarda, albatta Heckscher Olinnikida emas, keyingi misollarda barcha texnologik mamlakatlarni misol keltiriladi va ikkinchi guruhda mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, dunyo iqtisodiyotiga qishloq xo'jaligini yetkazib berayotgan mamlakatlar hisoblanadi. Va deydi, A kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakat desak, B mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakat desak, demak A mamlakat B mamlakatga kapitalni eksport qilish kerak. Chunki A mamlakat kapital sig'imkorligi yuqori va B mamlakatdan mehnatni import qilib olish kerak. Chunki B mamlakat mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan mamlakat. Va biz boshqa keyslarimizda aytganimizdek, mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan B mamlakat 1 tonna olma ishlab chiqaradi. 1 tonna olmaning narxi bozor narxida, demak 1,5 ming, 1300 dollar atrofida bo'lsa, A mamlakat iPhone'ga o'xshagan gadjet ishlab chiqaradi va bitta o'sha gadjet bilan hisob-kitobni amalga oshiradi. Ya'ni bu albatta narxlarda amalga oshadi, lekin ikki mamlakatni savdodagi pozitsiyasi aniq bo'lib qoladi. Va bu yerda Heckscher Olinning yana bir ishi o'sha mehnatni ham ikkiga bo'lib yuborganligi, ya'ni aqliy potensialga ega bo'lgan intellektual mehnat bor edi. Bu g'oyalar, mualliflik huquqi va patentlar bilan xarakterlanardi va demak jismoniy mehnat bor edi. Va bularni ham farq qilishga muvaffaq bo'ldi. 20-asrning o'rtalarida, xususan Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh olimi Leontief Heckscher Olin nazariyasini tekshirib ko'radi. Ya'ni haqiqatdan ham A mamlakat, ya'ni kapital mamlakati
kapitalni eksport qilib, mehnatni import qilib oladimi degan savolni tekshirib ko'rish uchun Amerika savdosidagi 1 million dollarlik eksport va 1 million dollarlik import umuman tashqi savdoni 1947-yilgisini tekshirib chiqadi va tabiiyki bu xato chiqadi. Ya'ni Amerika o'zi kapital sig'imkorligi yuqori bo'lgan tovar ishlab chiqaruvchi bo'lib turib, yana kapital importi bilan shug'ullanayotganligi va ham kapital ishlab chiqarib, yana kapital import qilayotganligini guvohi bo'ladi va urushdan keyingi vaziyat sifatida baholab, keyinchalik 48, 51, 52 va 53-yilgi AQSh tashqi savdosini demak yana ham tekshirib ko'rishga harakat qiladi va yana ham xatoliklar kelib chiqaveradi. Ya'ni AQShni kapital ishlab chiqaruvchiligiga qaramay, yana kapitalni eksport qilishi 10% dan 20% gacha, ba'zan o'sha 18-20% atrofida ko'pligini aniqlaydi. Bilamizki, buni o'sha nazariyada boshqa, amaliyotda boshqa xususiyat kelib chiqadi va buni paradoks deb ataladi. Tarixda bu jarayon Leontief paradoksi deyiladi va ko'pchilik olimlar mana shu Leontief paradoksiga baho berishadi va nima uchun noto'g'ri chiqqanligi. Ya'ni Amerika o'zi iPhone ishlab turibdi, lekin yana Xiaomi'ni ham, o'sha Redmi'ni ham, koreys telefonlarini ham yana import qilib xarid qilayotganligi qiziq holat tuyuladi va turli xil olimlar turlicha baho berishadi. Birinchi baho o'sha Amerika iste'molchilarining xulq-atvori didi yuqorilashib ketganligi, bu xulq-atvor iqtisodiyoti bilan bog'liq. Qiziqishlar bu kreativ iqtisodiyot bilan bog'liq. Shuningdek, Michael Porter, Posner, Philip Kotler kabi olimlar mana shu savdoda marketing nazariyalariga asos solishadi. Ya'ni tovarni yashash siklini belgilab berishadi. Bilamizki, o'sha 5 ta mashhur tovarni yashash sikli. Demak, uning tug'ilishi, uning ichki bozorga chiqishi, uning tashqi bozorga chiqishi 3-bosqich va 4-bosqichda tashqi bozordan qaytishi va 5-bozorda tovarni ishlab chiqarilishini to'xtashi. Ya'ni tovarni yashash sikli mavjud va xalqaro savdoga ta'sir qiladi deydi. Va marketing nazariyalarida asosan demak, iste'molchi xulq-atvori, tovarning markirovkasi, vidi, uning sifati, umuman unga aloqador marketing tadqiqotlari bilangina savdo yurishi mumkinligi ifodalab berishadi va o'sha 60-70-yilgi savdo tadqiqotlari keyingi zamonaviy savdo nazariyalarini keltirib chiqaradi. Bu yerda marketologlardan tashqari mashhur olim Paul Krugman demak xalqaro savdoni tushuntirishda juda katta rolni o'ynaydi. Shuningdek, Jan Tinbergen o'zining risolalarida xalqaro savdoga oid nazariyalarni ishlab chiqadi va 70-yillardan keyin originate distribute, ya'ni savdodagi vositachilikni paydo bo'lishi xalqaro savdoni umuman shakllarini o'zgartirib yuboradi va zamonaviy nazariyalarning rivojlanishiga eng asosiy turtkilarni beradi. Hozirgi kunda xalqaro savdoning eng asosiy zamonaviy nazariyasi outsourcing va insourcing nazariyalari bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Ya'ni bugungi kunda mahsulotni kimdir ishlab chiqarsa, uni sotish bilan boshqasi shug'ullanadi va agar ishlab chiqaruvchi o'zining savdo shoxobchasini o'z firmasi orqali, ya'ni o'z kompaniyasi orqali ichki bo'limga aylantirib, demak, sotuv bo'limida uni sotadigan bo'lsa, bu insourcing. Yoki ishlab chiqaruvchi o'zini mahsulotlarini sotish uchun tashqaridan professional savdo kompaniyasini yollaydigan bo'lsa, bu outsourcing hisoblanadi. Va mana shu tizim butun dunyoni 80% dan ortiq savdo tizimini yaratib beradi. Ya'ni ishlab chiqaruvchi boshqa, uni sotadigan professional savdo kompaniyalari boshqa. Va asosan mana shu zamonaviy savdo nazariyalarida outsourcing va insourcing bilan xarakterlanayotganligi va savdoning alohida ilm sifatida shakllanishiga katta turtkilarni berayotganligi bilan xarakterlanadi va bu sohada ikki xil yondashuv mavjud. Bu g'arb yondashuvi, ya'ni bu Paul Krugmanning International Economics va International Trade kitoblaridagi asosiy nazariyalar. Shunda ham baribir Adam Smith, David Ricardo merkantilistik nazariyalar bilan mana shu joyga yetib kelinadi, outsourcing va insourcingga. Va post-sovet respublikalarida Kiriyev, mashhur rus olimi Kiriyevning Международная ekonomika kitobida yuritilgan demak bosqichlar. Bunda ham savdo nazariyalari va zamonaviy savdo nazariyalarida esa outsourcing va insourcing biroz boshqacharoq shaklda ko'ringanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va
2010-yildan keyin, ayniqsa Covidgacha bo'lgan davrda bu juda ham yaqqol ko'ringanligi va Covid davri elektron savdoga juda katta turtki berganligini va bu sohadagi marketing, kreativ iqtisodiyot nuqtai nazaridan juda katta giper o'zgarishlar savdoni juda ham qiziq va xaridorgir sohaga olib kelganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bularni keyingi mavzular davomida o'rganib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.